Yo, WhatsApp YouTube ahli, bugun sizlar bilan Technomagic emas Infopro. Technomagic nega yo'q deb o'ylayapsizmi? Technomagic hozir safarda. U qaytguncha uni YouTube kanalini boshqarishimni aytdi. Shuning uchun Technomagic bugun videoga qatnasha olmaydi. Va bugungi videomiz suvdan epik narsalar. Qani video bilan boshladik. Nice. Demak biz hozir suv topishimiz kerak. Va biz suvga tushsak, eng turlarimizga epik narsalar tushishi kerak. Bugungi videodan maqsad Enter Dragon'ni zabt etish. Okay, let's go. Menga bir paqir suv kerak edi, bir dengiz suv chiqib qoldimi? Biz bugun suvda epik narsalar, bugun bizda cho'milishda epik narsalar bo'ladimi deyman-da. Bu modni qayerdan olaman deb o'ylashingiz mumkin. Bu modni Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Telegram kanal silkasi описание va kommentda. Bolalar, karochi suv bor. Endi o'zimizga kerak narsalarni olsak bo'ldi. Demak, epik narsalarni olishni boshladik. Okay, let's go. Qani boshladik. Suvga birinchisi buncha epik narsalar. Buni endi bittalab terib chiqish kerak. Okay, let's go. Endi bitta baza qurolmasa bo'lmaydi, bratishkala. Qani bir yana tekislab olaylik, qani. Buni tekislashim uchun ancha vaqt ketadi. A few moments later. Mana bazamizni qurib oldik. Bazamni qurgancha kecham tushdi. O'zi bir xaroba baza qo'ydim. Bola to'g'risi aytinglar, shu bazaga 10 dan necha berasiz? Kommentga yozib kutaman sizlardan. Endi esa o'zimga kerakli epik narsalarni olsam bo'ldi. Bolalar video zerikarli bo'lmasligi uchun bu joylarni tezlashtirib o'tkazib o'raman. Epik narsalarni saralash uchun ancha vaqt ketdi. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Thousand years later. Mana men hamma epik narsalarni saralab oldim, o'zim keraklarni oldim. Endi internetga yo'q qilishdi. Mana endi endga ham kelib oldik. Endi birin-ketin narsalarni sildirishga o'tamiz. Shag'al qo'yib tashladim. Mana bu birinchisi. Birinchi oltin olib olish kerak. Eng muhimi endermenlarning ko'ziga qaramaslik. Bo'ttof. Endi bizni kelganimizni bildi. Tupuryapti bizga qarab. Tup. Suvlarga bir zaharli suvlaymi? Nimaga tiysa o'lar odam. Tip jon ketadi. Endi o'lmasak bo'ldi, buni sindirganimizcha. Birinchisi ketdi, tirik qoldik. Yana 11 ta qol. Mana bu ikkinchisi. Ikkinchisini ham qoldik. One eternity later. Bolalar, video aytinglar, qani qiziq bo'lyaptimi? Sizlarning gaplar bilan biz video olamiz. Kommentga yozib ketinglar, qanaqa video olaylik keyingi video haqida. Bu videoning kamchiliklari bo'lsa yozib qoldiring kommentda. Keyingi safar bu kamchiliklarni to'g'rilab ketamiz. Okay, let's go. Kristallar ham kam qoldi. Bu yon kamon bilan eplayman. Bolalar, obuna va like esdan chiqmasin. Sababi bu kanalimiz hozirda 53% odam obuna bo'lmasdan ko'rsatyapti. Bolalar, buni to'g'rilash kerak, like bosish kerak, obuna bo'lish kerak. Bolalar, bu videoni qolgan do'stlaringizga ham ulashib qo'yinglar. Ular ham bir ko'rib bir mazza qilsin. Agar kamchilik bo'lsa aytinglar, keyingi videoda to'g'rilaveramiz.
Okay, let's go. Bu yerda bitta kristal qoldi. Buni kamera bilan to'g'ri o'tolmayman. Chunki qiyshiq qo'lim. Buni 3 bor to'g'rilaymiz. Qo'nicham bir azobda. Minecraft qo'tyapti, shunga qo'nish ancha qiyinlashyapti. Degan yomon ko'p ketdi. Oltinimni yo'lamiz va uchib kristalni yo'q qilamiz. Mana qo'nib oldik. Endi epik sahna. Qarab oling. Bam. Bolalar ko'rib turganingizdek, biz siz uchun doim harakatdamiz. Mehnatimizni qadrlagan holda kanalga like va obuna bo'lish uchun chiqamiz. Chunki bizning maqsadimiz yoz oxirigacha birga bo'lishimiz kerak. Agar shu videoga 50 ta like, 50 ta komment, 50 ta obuna kelsa shu videoning o'zidan, kommentga kim ko'p obuna bo'ling deb yozsa, o'sha odam aytgan shartini video qilib chiqaraman. Yana bilmadim, va'da beraman. Bu kanal Technologic meniki emas. Agar Technologic safari uzunlashtirsa, keyin videoni ham men olaman yana. Va entertainment o'ldimikan va qalqan yo'q, o'lmabdi, lekin yaxshigina jon ketibdi. Endi yana maniga endirmanglar, ko'ziga qarab olimiz bilmasdan. Yo'q, uchib ketishimiz kerak, bo'lmasa bizni o'ldiradi. Oltinni yo'ramiz. Mana endi entertainmentni olib tushiramiz. Yo'q, uchib ketibdi. Endi kutamiz, tanatalar bilan kutib olamiz. Hali 29 ta tanatamiz bor. Buni yo'qlashda yetadi, menimcha. Hech bilan ursa qancha o'rmin jon olgan, shuni biz ham ko'raylik ham. Men kelganimizda bungacha sakrayveramiz. Maniga yaxshigina jon olgan, lekin uchib ketdi, mayli. Biz ham uni 3-1 ochib harakat qilamiz endi. Lekin normal 75% ga yaqin jon qoldi, taxminim. Xo'p, qo'yib ketavering. Biz tayyorlab qo'yamiz. Mana keldi. Tezroq qilishimiz kerak deb. Maniga qochamiz. Va yaxshigina jon ketdi. Endi men ko'zga qarab o'rman bilmasam, o'qda yurib bo'sha chiqib kerak. 3 kun ketib sahna. Kim shu narsani qila oladi? Kommentga yozib qoldiring. Dragonda 50% ga yaqin joni qoldi. Xo'sh. Oltinni bilan yeb to'yib jon ko'paytirib olamiz. Yana endi men ko'ziga qarab olaman. Ketgancha. Yana ko'ziga qarab olaman. Bilmasam faqat ko'ziga qarayman, endirmaylar. Vaqtimiz olyapti. Tezroq uni yo'q qilishimiz kerak, uchib ketishimiz kerak. Oltinni bilan yo'ramiz, jonimizni qoldirib. Ozg'ilama. Oltin olmaning kuchi bizni qutqardi. Yana uchib ketish kerak. Stilimiz ham 17 dona qoldi. Firework 60 bitta yetadi bizga. Kim yo'qda? Endi 12 tanasi bilan endi Dragonni yo'qlar ekanman. Yo'qlarimiz davomida. Nega sakamayapsan? Ketavergan ekan. Neyse, ularni qilish bilan yo'qlab turamiz. Yo'q, yana uchib ketdi, yaramas. Uzoqdan qo'yilibdi. Yarim yana joni qoldi o'zi. Sanatal bilan yo'q qilamiz. Ko'proq sanat qo'yish kerak. Nutqilab qoldik. Voy. Endi kamon bilan yoqishga harakat qilamiz. Yo'q bo'lar. Harom Dragon qancha o'tolmadik. Uxlab oldi. Shu tufurgacha nimadan iborat shuni kommentga yozib ketinglar. Eliksirmi, nima uni olsa bo'ladi bunaqa narsaga faqat endi Dragonda ham tufurgacha. Endi Dragon qo'ndi, uzoqdan urishga harakat qilaman. Senga aytgan, sen uch bitta yaqindan urishga harakat qilaman. Boshqa. Yo'q, nice, uchta. 50% ham jon qoldi. 2 don jon qoldi, jonga qaramay o'tgan ekanman, oltinni olamiz. Oz. Chetroqda qo'ramiz. Ko'pirib. Uzoqdan olishimiz kerak ekan. Shu bilan hech bilan lekin kam urgan olyapti. Hozir qo'yadim. Ol. Oshqozoni qilich bilan yo'q qila olaman, qarab ko'ramiz. Yo'q, uchib ketdi. Tanatalar bilan endi yo'qlamiz.
jon to'ldiradi. Kristal Jon normal. uni ko'raylik ha. Aka qara. Yo kristaldan jon oladi aytganda ha. Harom. Tuflar ketdi-da. Le, Tinitini ko'tarib ketdi ana Jon jon bittaga yetdi. Yaxshi ota-ona bo'lish kerak. Bizga qarayapsan. Ha. Keyin yaxshi. Chigarim. Endi qilich bilan yo'q qilaman. Endi dragon deb o'yladim, ip saqlab olaman. Qarab turinglar. Ol. Va men birinchi marta Enter Dragon zabt etdim. Ip saqlab. Ipik saqla. Shu videoda edit taxlashingizni kutib qolaman kommentda. Endi esa unvonlarni olib uyga qaytamiz. Nihoyat biz Enter Dragon. Va men Ent olamdan chiqib ketishga qaror qildim. Epik sahnalar va men Xayr Enter Dragon. Agarda video yoqqan bo'lsa, pastga tushib hoziroq like, obuna, komment yozishni unutmang. Va bu videoni do'stlaringiz ham ulashib qo'ying. Texnologik qaytgancha sizlar bilan info pro bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.